Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Lionstar kompaniyamizda ko'pchilikning talab binoan dispetcherlarning kuni qanaqa o'tishini ko'rish uchun dispetcherimiz Eddi. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Soat 5 mana ishingiz endi boshlanadi. O'sha ish boshlanishidan tortib tugashigacha bo'lgan jarayonlar qanaqa bo'lishini haqiqiy hayotda real dispetcher o'zi bilan birgalikda sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. Shu uchun bizlarni tomoshabinlarga ko'rsatib berishga tayyormisiz? Dispetcherlarning kuni qanaqa o'tishini. Xudo xolasa maksimalni effektivni kun qilamiz. Qani ketdi endi. Men uchun Lionstar kompaniyasida ish vaqti Toshkent vaqti bilan 16:00 dan boshlanadi. Toshkent vaqtiga 16:00 bu Amerikan ist vaqti, ya'ni New York vaqtidan ertalabki soat 07:00 ga to'g'ri keladi. Ya'ni voqea kelishimizning asosiy maqsad bu asosiy market, ya'ni bozor 08:00 da ochilgunicha barcha driverlardan update olib va ularni bu haftaga bo'lgan planlarini bilib olish. Ish joyimizga kelib joylashishimiz bilan dispetcherga kun davomida kerak bo'ladigan platformalarni ochib olib, yangi kun, ya'ni yangi haftaga tayyorgarlikni va ishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib har qanaqa yuk olishdan oldin har bitta driverlar bilan morning call, ya'ni ertalabki qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Ulardan hol-ahvol so'raladi va ularni bu haftaga bo'lgan planlarini bilib olamiz. Hello. Hey, morning Ron. How are you doing, boss? How was the weekend? All good? All safe? Amerika iqlimi juda ham o'zgaruvchan bo'lganligi sababli dispetcher haftalik plan qilishdan oldin ob-havoni inobatga olishi juda ham muhim. Chunki Lionstarda ishlayotgan har bir haydovchining xavfsizligi biz uchun doimo birinchi o'rinda. Bugungi kunimiz kichkinagina muammo bilan boshlandi. Chunki bizning haydovchimiz noqulay ob-havo sababli o'zini manziliga kech yetib kelmoqda. The credit things kept going on since over there since 2 weeks. It's not the first time, but I'm not sure what exactly causing the problem. But anyway, I mean, how far are you from the delivery now? Because I have a broker on the line with me. He's asking your ETA to receiver. You said 70 miles? Bunaqa vaziyatda biz birinchi bo'lib driverdan necha soatga kech qolayotganini bilishimiz va u soat nechaga yetib kelayotganini bilib brokerga o'z vaqtida xabar berishimiz kerak. Today, but you don't know the time, yeah? 9 o'clock? All right, copy then. No problem. I will just try to grab you something to pick around noon, all right? All right, thank you, brother. Lekin bu hali hammasi emas. Muammomizning yana bir sababi biz bu haydovchimizga o'tgan juma kuni keyingi dushanba olish uchun oldindan yana bitta yuk olib qo'ygandik. Bu holatga yechim topish uchun biz keyingi yukimizni brokerga ertalabki soat 8 bo'lishi bilan aloqaga chiqdik. Hello Ron, yeah, it's me again. I talked to the broker. I mean, they're saying it shouldn't be a problem. We just need to keep them updated. But I grabbed the load. But one request, please. If the broker is gonna send you tracking, don't accept it for now, right? Just do not accept it for now. All right, I'll send you the load details shortly in the group. Thank you, boss. Va unga haydovchimiz bundan oldinga kelish kerak bo'lgan manziliga ekstremal ob-havo sababli kech qolayotganligi haqida xabar berdik. Bu holatda bizning keyingi yukimizni broker bizning holatimizni tushunib, bizning yuklash, ya'ni pick-up vaqtimizni yana 4-5 soatga surib berdi va biz bu yukda qoldik. Bunaqa holatlar bizning ishimizda juda ham tez va ko'p bo'lib turadi. Bunaqa holatlarda eng to'g'ri yechim bu broker bilan tez aloqada bo'lib va unga ishonchni yo'qotmasdan faqatgina to'g'ri ma'lumotlarni yetkazish bo'ladi. Keyingi haydovchimiz bilan bo'lgan muloqotda biz uni bu haftaga bo'lgan planlarini bilib olib, haydovchimizga hozirgi market holatini tushuntiramiz. Как отдохнули? У вас все хорошо? Да, я вот поэтому я и спрашиваю перед тем, как начать смотреть грузы на сегодня. Тогда давайте, если я сейчас даже найду 1 либо 2 PM пикап, то навряд ли я смогу взять, потому что если у вас какая-то там серьезная проблема, либо у вас там дела затянутся, то мы можем провалить груз. Keyin haydovchimiz bilan birgalikda bu haftaga o'zaro kelishib plan qildik. Тогда давайте так решим. Если я что-нибудь возьму, noon пикап, либо first come, first serve пикап, либо 1-2, что-то в Midwest, либо South, там, Mississippi куда-то, $2 или больше. И если это не максимально тяжелый груз, 44-45 паундов, то я сразу беру. Просто я не хочу вас беспокоить. Звоните, если вы отдыхаете. Но самое главное, что для меня нужно, я найду first come, first serve delivery. Haydovchimiz bilan kelishib olingandan keyin ish jarayonimizning asosiy qismi, ya'ni yuk olish jarayoni boshlanadi. Ko'rdinglar, hozir videoda Lionstar trackingda ishlaydigan dispetcherlarni haqiqiy hayotda, real hayotdagi ish jarayonlarini ko'rsatib berdik. Endi sizlarga yana qaysi departamentlar qiziq, ularning ish jarayonlarini, qanaqa ishlashini, qanaqa gaplashishini ko'rmoqchisizlar? Kommentariyada fikringlarni, talabinglarni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda bo'lsa, o'sha departamentlarga kirib, ularning ham ish jarayonlarini xuddi shunaqa sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentariya qoldiringlar, like bosinglar, bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.